Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanida Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Qadrli yurtdoshlar, mana kechadan boshlab hop 550 markada quyishni boshladik. Mana shular 550 markadagi semendan chiqqan g'ishlar. Mustahkamligi zo'r. Ispitaniya qilib ko'rdik. Shuning uchun 550 markaga o'tdik. Bo'ldi. Narxi vodiy bo'ylab 17.200 so'mdan yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab 17.200 so'mdan. Namangan viloyatining ichiga bundan ham yengilroq narxladi. 16.5 ming so'mdan. Mustahkamligi mana shu bugun chiqqan g'ishlar. Shu bugun chiqqan g'ishlar. Ular kecha chiqqani 20 ga 30-60 bo'lgan holatda. Bular 450 markada yog'di. 550 bular chiqqan. Narga oxirgi mana boshidagi qator 450 da chiqqan. G'ishlarning sifati a'lo darajada, qo'l kirmaydi, qo'l kirib ketadimi deb so'rashadi. Yo'q, qo'l kirib ketmaydi. Penoblok emas, bu gazablok. Xudo xolasa hammasi zo'r. Ichkarida hozir quyilish jarayoni va semen markasini ko'rsatib o'taman. Sementimiz 550, Namangan bonusi 550 markasi. Bunga qo'shiladigan narsalar: sement 125 kilo qum, 110 kilo sement, alyuminiy pudra, kaustikimiz bor. Kaustik qo'shiladi, shu narsalar qo'shiladi. Nasiki kuyish jarayoni boshlandi. 550 da. Ximikat 10 kilo semenni oldinroq tashab qo'yilgan. Oldinroq tashab qo'yiladi. Ximikatga qo'shib. Mana shu. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Gazabloklarimiz issiq sovuq o'tkazmaydi. Namlikka juda yuqori chidamliligida turaveradi. Issig'i, sovug'i yaxshi ushlaydi. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana ximikatlar 10 kilo semen pul tasharli.